Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Az uzun vakit huzurunlağı çıkanmadım. Yokulap gittim. Belkim sizler konuğuldu bu adam Silimi Kanarık'nın ballarını video çoğulap bu işten pekir uçuptu dep saatini tokunun başkığı takap koygan dekemde yüzü çıkmay müşkini çıkardığım oldu mu nime dep oylap kalgan buluşmalar mümkün. Ondan mı emes, ondan emes mi emes. Rastın desem her kime çıksam mı digidek gipim ba. 20-30 minutna avar qiyğidek yapne tapalayman. Ama biri helaqi ötkende dedim ya. Siyip kirip uxlap qalish degan ideyim yadımga keliverishi sal köpeyip qaldı. Rastın desem. Maş tordiki bir nimalarni kögensiri. Kömey desem tahi. Şuna bu işni arısaldılık bilen biraz geçiktirip koydum. Bugün çıkıp gelişimdeki texim mühim zürüriyet. Xitaylar üstüden kıygan erzimizning ret bolganligiga nayt hoşulap ketken bir keyfiyat bayqaldı. Bunu hoş haber kılıp ilan kıyganlar, bazı matbuatlar, bazı teşkilatlar bu xursandchiligini yuşuramay bunu alaydı kılıp ilan kılıp ketdi. Bununla cevap verildi, advokatlar tarafından cevap verildi. Şu videonun tegida ben ortaklaşıp koydum. Üyadımı tapalaysızlar. Şundakla başka endişelerimi oldu bu inkaslarda. Oxşal ulaş bilen bille yana başka endişeler. Bununla men bu video arkalık bu hoşulap ketkenlerinin royaltıda, psikisda zaten nimeler yatıdı. Bunun kilip çıkış sebepleri nime? Bu haqda biraz mülayiza vermekçisiligi. Körep turayotganlaryňyzdek tema Uygurlardaki rekabet eňinin galatilik. Bu sözünü qanday ifade qilsam taxım joyida taxım dal tushudi bilenmedim. Galati rekabet eňi desek mi bolady? Tätir rekabet eňi diýişim mümkin. Hata rekabet eňi desek mi bolady? Işqılıp binormal rekabet eňi demekçi. Hoş. Rekabet eňi digeniniň özümi bek kapty gep bolup ketgendek. Seviyelik adamlar has alaydı sözdek täsir berip otamdy bilenmedim. Men normalde onda heýwetlik geplerini yüzerme bek ýaktyrmaýman. Dihançysyrak gep kılışyny tahymy ýaktyrma. Hem söhbetniň obyektlerini köpçüligi mendek çalymly adamlar dep oýlaýman. Şoň bu sözni diqqançyrak kılıp desem bu rekabet digenimiz besleşiş tuygusy degenge togry keldi. Menmenlik talaşyş, rambut elişiş degen mazmunlarny öz içine alady. Ras bu rambut elişiş desem unumu düşündiğalla bağımı yok mu onun bir nime diýenmeýme. Çünkü bu söz bağansıry istimaldan kılıvatkan bir söz oğaçka bu sözün düşünmeýänlerim köp bolsa gerek. Şarkı Türkistan'ın janubi hususan Kaşgar etrafındaki jaýlarda bronk çağlarda biz kiçik wagtda. Balalar iki grup bulup oyun oynaşda birinci bulup başlaýdygany talaşyp tutuşalmaýdygan bolgaçka rambut elişatdy.
İsonlik kelgen bolsa gerek. Äni, mäni, tırkan, täni dep ma işkisin sanap aýgyda nöbetni şunuň bilen arydy. Bu uyannyň kimden başlandyganlygyny belgileşdi. Hatda çektaşlygandekla hiç kim gynkylanmay makul boladigan bir usul. Muş usulnyň etdi rambut eliş. Bu rambut eliş yana aşu menmellik ya semmo ya memmo digen bäslişnimi muş söz bilen ifade kıygyl bolady. Bu usulnyň nöbetlik gollanylýy hergizmi uýun nöbeti bikitişemez. Memnun konuda. Memmo semmo digen mändeki bäslişniň noçsun tanlaşmaýansy bar. Yani rekabet ene digen katty söz öz içine aladygan mazmunlarynyň biri men noçumu sen noçumu digen mändi. Rekabet dünýäniň terakki kılıp bugünkü menzilige kilişidiki asasy hareketlendirgüç güç değişki bolady. Bu Allah tarapydan şeytanny adamga rekabetçi kılıp cennetden çıkargandan başlap mevcut bir besleşiş. Mana şu rekabet cemiyetni terakki kıldy. İnsanlardaki rekabet eni yoki besleşiş tuygusy gayet normal bir iş aslida. Kişiler moda qoquluşda besleşidi. Bunu emmanlar bilisizler. Garip dünyasında öýüniň kattysyny setip eliş bilen besleşidi. Yani men senden kalamtym, seninki dymmy kattyrak öýalyman. Seniň maşinaň dymmy islirak maşina bilen meýdigan bolsam. Seninki dymmy çyraýlyrak otunanmasam, senden jykrak pul tapydygan şunu tapmaýdygan bolsam. Şonda öý jahazlarynyň alylygida, gilemläriniň kymmetligi, perdeläriniň isilligi boýunçamy besleşiş mümkin. Kiydigan kiyimler için. Her adamın aşkary yoki ýoşurun rekabetçilleri bolady. Ana şularga musabaqa elan qilish vaziyeti turdy. İnsan balası. Bundak besleşiş tuygusy gayet normal bolsa-mı, itiqadymyz noktasydan togry görülmeýdi. Bu insanlyda bolsun. Bu besleşiş tuygusy da häsed ýatydy, häsed. Onuň üçin togry görülmeýdi. Ama hadislerde iki xil hasetke yoki bunuma temaga uygullaşdyrgan wagtymyzda tatbiklaganda besleşiş tuygusy günah ýok diýildi. İki xil. Biri palanygy bägendek maňa ilim ata kıl dep tilseňler, bunun bir xil selişdirme bukty besleşiş haýyşy bar. Palanygy digendikim bu selişdiriş bir besleş gelip çykydy. Ama onuňy bägendek maňa bir ilim ata kıl dep tileş togry häsed bu. Yeni biri kalbimni hidayetke toluq geçip etkin ve palanygy nisip bolgandek takwadarlykny maňa nisip kıl dep tileş günah bolmaýan besleşiş hesaplandy. Dini ve ahlaki cihetden emas, cemiyet terakkiyat üçün en paýdalyk boladygyny ilimde besleşişdir. Şoňasy insanlar ilimde besleşişini azrak, gilemler, perdeler, kiyim modellary, maşinalar, öý wagys gatarlyklar bilen köprek besleşidi. Bu dünya bolgandan buýan bu aşynda udu. Bunu ma'lum jihatda energiýa hesaplaşky bolady. Yani intilişlerde hareketlendirgüçlük rol oynaydı diýişki bolady. Bu besleşiş tuygusy. Her kандай awalda energiýa rol oynaydy. Bular insanlarda hali bolmaýdygan hususiýet bolsa, normal kılık adet bolsa, nemişki biz Uygurlardyky rekabet galtligini tilga alamaz? Bugün yurt çıkıtırışıdığımız manımışı bizdeki okşumaydığı rekabetini yoki gayri normal rekabetini takkır barad. Rekabet eni bek köp işlarının asli tegliki, guli, çıkış menbäsi, jıltızy, hareketlendirgüçi hesaplanıdı. Muhabbetini belgileşdimi, nefretini belgileşdimi, rekabet eni teglik bolup rol oynaydı. İhlas yoki çokunuş,
sadoqatmanlik qatorliq hislarning yoki fazilatlarning tagligimi raqobat engi deyishga bo'ladi. Chunki raqobat engi deganimizda qarshimizda bir raqobatchini taqozo qiladigan bir hukmdir. Raqobatchi bo'lmasa raqobat engiga hojat qolmaydi. Raqobatchining cho'ngaytirilgan nusxasi dushman demekdir. Bir dushman bilan manmanlik talashish, bir dushman bilan baslashish, cho'nglik talashish, g'oliblik talashish, yengishning payzini surish orqali g'ururni qanoat qilib turish yoki mag'lubiyatning alami ichida nafratni bilib, o'ch elishning fursatini marash. Bularning hammasi raqobat engini o'ziga taglik qiladiganligini ko'rib olish ta'sir emas. Her bir adamның hayat safarida mangulik raqobatchisi yoki raqobatchilari bo'lishi mumkin va vaqtlik raqobatchilari bo'lishi mumkin. Vaqtlik raqobatchilar yengilgandan keyin uni tizimdan chiqarib o'tamiz, yangi raqobatchilarni belgilaymiz. Muayyan vaqt ichida tarafimizdan yengilgan raqobatchilar vaqtlik raqobatchilardir. Sharoitga ko'ra raqobatchilarning almashib turishi vaqtlik raqobatchilar. Raqobatga obyekt oladiganlar. Qo'shnimiz bo'lishi mumkin. Uy-voqa, boylik, yo'g'onlik, huquq, shon-sharaf qatorliqlarni baslashadigan nishon. Do'stingiz yoki do'stlaringiz ichidagi birisi va ya bir nechisi bo'lishi mumkin. Yaqinlaringizda birisi bo'lishi mumkin, yiroqdagi birisi bo'lishi mumkin. Siz tonimaydigan, ismini anglagan birisi bo'lishi mumkin. Bu yiroqdagi raqobatchi. Masalan, men havaskor chog'larimda ko'nglimda ikki raqobatchim bor edi. Bular Urumchida ma'lum matbuotda ishlaydigan, ma'lum darajada nomi chiqqan shoirlar edi. Men tag'i bir havaskor edim. Mening belgilagan nishonim ashulardan cho'qim eshib tushish edi. Lekin ularni hech qachon ko'rib boqmagan edim. Hamda bizdagi benormallikning qayerdaligiga kelsak, Uyg'urlarning raqobatini tamamen ichiga yantaygan shaklda. Qo'l ichiga egilgan payda. Odatdagi turmushimizda baslashadigan raqobatchilarimiz va yoki buni lopaynak bo'lib cho'ngaytib ko'rgan vaqtimizda dushmanimiz o'z ichimizda. Bu mazmunda men 20 yillar avval bir oz to'xtalganim yodimda. Bu maqola Aynakda bo'lishi mumkin. Aynak degan kitobimda bo'lishi mumkin. Yoki undan keyingisida bo'lishi mumkin. Boshqa millatlar bilan hech aloqasi yo'q. Bizning raqobat engimizning boshqa millatlar bilan aloqasi yo'q. Ya'ni biz raqobat obyektlarini hamon o'z ichimizda belgilaymiz. Millatning tashida bizning raqobatchimiz yo'q. Shuning uchun bu bizdagi raqobat engini ichki tarafga qapsalgan deyishga bo'ladi. Buning benormal tarafi mana shu. Bu g'alatilik bizning siyosiy hayotimizdagi nurg'un kasallik holatlarimizning, sharafsizliklarimizning, dushmanni haqiqiy turda tonish angliqligimiz bo'lmasligining jiltizidir. Bir naqshi bo'ladigan bundan 20 yillar ilgari deyman. Ayda bir naqshavati o'tirliqda. Bu naqshining bir misrasi shundaydi. Chivin qo'nsa g'ingshiysan, kaltakdagisi jim. Buningdagi ifodalanayotgan xohishimizning asli raqobatimizning ta'tirligidan kelib chiqqan bo'lib, bizning raqobat obyektlari o'z ichimizda bo'lg'achqa, o'z ichimizdagilardan chivin qo'nganchilik eg'irlik ko'rsak, g'ururimiz bayroq ko'tarib, hech chidab turolmasdan buning 5 qat, 10 qat dadini olganmisak, g'oliblikning huzurini sürolmaymiz, yengandek olmaymiz. Ammo millat sirtidan raqobatchi tutmaydigan bo'lganimiz uchun sirtdagilardan kaltak yesakmi imkonsimiz yo'q. Jim. Bu naqshidagi bir misraning ma'nosi bu. Sharaf, ar-nomus,
kattılık, menmellik xoriki, besleşiş xumari, rambıt eliş şobukti, hemmisi öz işimizde bolgaçka, öz işimizden tekken zerbilerge cevap vermeye kalmayımız. Öç almaya kalmayımız. Hatta aşırı etmesek hesap emez. Xalqdan qağıcı ölgünün yaxşı deydigan bir xil qat'i irade derhal bizge gaz verirdi. Kahramanlarca ilgirleyimiz. Şoğunisi başka milletlerden horluk işsek, tayak yiysek, zerbe göçürürsek, bula bizden rekabetçi tizimlikimizde, düşman tizimlikimizde bulmagaçka, gururumuz derhal signal çalmaydı. Horlukni işimiz, gücütümüz, çıdayımız. Hatta bir külleri küçüm yitadigan boğanda üçümni alaman go deydigan niyet bilen ölçmenlikni qalb tirelliklerimizge kömüdigan adet mi yok? Derhal unutup yüzü qelillik bilen yaşavrimiz. Qanaylık gururumuz bilgili olmaydı. Üzümüzden boğan liderlik yoki başlık deganlarga boysunuşni g'arelishimizning tegida yotgan sababmi mana shu raqobatimizning ta'tirligidan. Çünkü rekabetçi buluş gerek olan bir adamını başlık sifatida qabul qilishni aqlimiz qabul qilg'ili unmasligidandir. Ilgirki yazmışımda degendim. Şu nüfuz sunduruş erismenlikimiz var. Bir adam nüfuzluk olsa nima uchundir? Bunu biz işimizge patqızanmay qalamiz. Aşını sunduruşning kuyruğu tushamiz. Bunmi şu ta'tir raqobat yemidan barliq joyga. Hatta biz bilan o'xshashdek bizning topimizdagi bir aylandayni odatdan ayda yaqin aralashadigan hem tabaqlarimizdan birisi deydi. Bir kunlarda tuyuqsizla uning yultuzi parlab özünün biz hazırqıcı bayqımagan alayidliklarini namoyon qilib bir dilla nüfuzluq bir adam bo'lib ketsa biz xo'sh bo'lmaymiz qarindoshlar. Bizning topimizdan birisi munda hurmatli adam bo'ldi deb xo'sh bo'lmaymiz ashunga. Dal aksicha dushmanga aylanib ketamiz. O biz bilan teng vaqtida do'st, ammo o bizdan eshib ketgandan keyin buni ichimizga patranmay düşmanga aylanib qolamiz. Shundaqla kishilar uni hurmat qilayotgan, bilmaydiganlar hurmat qiladi buni. Burundan biladigan o haqqasini hurmat qilib ta'zim ketib qolgan bu adam mening oldimda chaqlaq demoqchi bo'lgandek qasddan uni ashqaqning oldida sundirish qitirishimiz. Burungi koni tunishligimizni dasmiy qilib. Mana endi sizlar o'z hayotingizga tatbiqlab bir tafakkur siniq ep berpaqinglar. Sizning hayotingizda, sizning munosabatlaringizda muşundaq bir ahvolni ko'rdingizmi, ko'rdingizmi? Anandan keyin buning to'g'riligiga hukm qila olasizlar. Növbette xalqaradaki siyasi davamız boyunca en kımmeti var. En tutamgı çıkıdığan bir iş Xitay jallat başlarını jinoiy ishlar sotiga berish ishi. Buningdan boshqa tilg'ag'idek ish yo'q. Bugun shu bizning sarsaniylik hayotimizda. Men diaspora degandan ko'ra bu so'zni qo'llanyapman. Sarsaniylik hayotimizda buningdan boshqa tilg'ag'idek bir ish yo'q. Qarindoshlar. Ve bugünkü içki taşkı şartlarımız barısıda buluşumu mümkün emas. Yani netice erişki buladigan, netice nim buluşudan qat'iy nazar davamızga ma'lum inovat qazandirish roli o'ynaydigan, Xitoylarni o'xshashli rezil qiladigan bir ish. Ammo
Raqobat engimizdagi ta'tirlik tufaylidan ko'zimizning kichikligidan, buningdagi o'rtaq manfaatni, o'rtaq sharafni, o'rtaq dushmanni ko'rishga layoqat bo'lmay, butun diqqat qarshidagi raqobatchiga tikilib olganlikdan, o'z ichimizdan tutgan raqobatchilarimiz var-ku. Şu raqobatchilikka tikilib olganlikdan bizning ko'pinimiz faqatla surgun hukumatning ishi, nusxasida ko'rdik bu ishni. Bu Sharq Turkiston xalqining ishi deb ko'rmadik. Bu dushmanni rasvo qiladigan bir ish degan shaklda ko'rmadik. Sabab raqobat elimiz kichik bir to'shikdan Tuttuğda bir narsaga tikilib olgan o'z ichimizga bu keng doirada ko'rish maydonimiz yo'q. Uning uchun bu kichik nokashdan qaragan vaqtimizda bu ish surgun hukumatning ishi. Surgunda hukumat bu ishda natija qozonib to'nilib ketsa qanday bo'ladi? Biz nazardan tushib qolmadik. Bununla çıdaş qat'iy mümkün emas. Şeklidagi raqobat elimiz bayroq ko'tarib chiqib, elimizni quturtirdi. Chunki ta'tir raqobat elni genimizga singib ketgan. DNA'larimizga singib ketgan. Asrlardan beri jug'lanib olgan, yoshurun elimizga xamallangan tushuncha qilib bo'lib, u hamon elimiz tarafidan chiqariladigan qarorlarga jiddiy ta'sir ko'rsatib turdi. Şunun bilen biz hemmimizge ortak bo'lgan foyda manfaatlarni ko'rmaymiz-da, ta'tir raqobat elimiz tarafidan kuchkurtilganligimizni aqlimiz hazm qilinmag'achqa, ana shu negativ jug'lanmaning asari ostida qilib qaror chiqaramiz, tanlash elib boramiz. Xitoy jallatlari ustidan qilingan arzning rad qilinganligi xabari chet el matbuotlarida e'lon qilingan hamonla bizning o'z matbuotlarimiz xuddi bir xo'sh xabarni berayotgan kayfiyatda buni taqtish qoldirgan. Bu xo'sh xabarga tushgan inkaslar qarashlar, qarindoshlar. Hatto birisi men yo'llagan bir narsaning tegidiki inkas ko'znikiga meni bu xo'sh xabarni ko'rmay qolsa, xushalliq zardobga aylanmay qolmasin degan andisha bilan menga uni inkas tariqasida yo'llab qo'yapti. Menga o signal keldi. Birisi sana inkas yozdi degan shaklda kelgandan keyin echib baqsam, istiqlolning xabarini, ash xabarni istiqlolning tor bitiga chiqqan xabarning betini resim qilib evatib qo'yibdi. Men bu inkasning javoban bek xo'sh bo'lib ketgan o'xshamamsiz deb yozib qo'ygandim. Uning haliq ta'tir raqobat tufayli qetib qolgan aqli joriy bo'lib ketdimi? İnkasimdan keyin o'ylab baqsa bu xushallab ketadigan turdagi ish emasligini endi nazm qilgan bo'ldimi, bilmadim. Jimib yo'qolib ketdi. Ya xo'sh bo'ldim, ya xafa bo'ldim deyamadi. Bundan boshqa shunda xabarlarga inkas bildirilganlar qarasangizlar, bizdagi raqobat elining qanday shaklda ekanligini ko'ra olasiz. Dal men tasvirlagandek ekanligiga jazm qilasiz. İnkasçılar bu mag'lubiyatni raqobatchisining mag'lubiyati deb tunig'achqa, buningdan suyunish talaffuzlari bilinib turdi. Bu mag'lubiyat go'yo mening yoki Solihning mag'lubiyati yoki surgun hukumatning mag'lubiyati. Bular mag'lub bo'ldi, xo'p bo'ldi ma'nosida. Endi aql bilan o'ylab ko'ringlar qarindoshlar. Agar rostla rad qilingan taqdirda bu zodi kimning mag'lubiyati? Bu Sharq Turkistonliklarning mag'lubiyati emasmi? Buningdan aslida kim xushal bo'lish kerak? Xitoylar. Ammo nemishqa biz xushal bo'lyapmiz? Bu nima degan ma'qullik? Aslida biz buningdan qayg'urishimiz, puchulib ko'z yosh qilishimiz, millatning ta'leysizligidan zorlanishimiz kerak emasmidi?
Bunundaki ziyan kimge oldu? Fakat sürgün hükümetke mi? Yoki bütün Şarkı Türkistan halkıga mı? Erizning red qilinganligi haqidagi xabardan suyunguvchilarni kim desek bo'ladi? Kimlar bular? Qanday odamlar shunday ishdan xushal bo'ladi? Bular qanday turdagi odamlar? Xitoy rasvo bo'lsa xafa bo'ladiganlarmi? Xitoy rasvo bo'lishdan saqlanib qolib, arizdorlar quruq qolsa suyunishni nima deb tushunguni? Yana to'plangan pulning taqdiridan ansirgan yoki bu pulning yeb ketilishini faraz qilgan aql inkoslarmi mavjud. Rad qilingandan keyin bu pul surgun hukumatga qoladi, bular uni bo'lishib yey oladigan bo'ldi degan andisha yoki dushmanlik bilan boshqalarni daydayga selish urinishi. Tarixdan beri bu qadar mas'uliyatchan bo'lib baqdingmi? Tarixdan beri boshqalar pul yig'yotdi, to'xtamay pul yig'yotdi. Mana shunday bir surishni qilib baqdingmi shuni? Bir davoda mag'lub bo'lsangiz, normalda sudga qilingan bir davoda mag'lub bo'lsangiz, xajlangan pul bekor ketadi. U pulni qaytarib beramiz sizga. Qaytarmaydi. Bu odatdagi davolarda qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shuning o'zi bu. Hatto mag'lub bo'lganlar qarshi tarafga pul to'lash kerak bo'lgan ahvollar mavjud. Bu oddiy savodni xabaringlar yo'qmi yoki bu dushmanlikni ko'riklash uchun qilinayotgan qasddanlikmi? Sizlar bo'lishib oladigan bo'ldi deb ensirgan pulning oqibati mana bu. Buni ko'rib qo'yinglar. Mana hamma narsa ochiq. Ustida pulni beruvchining uçurları. Aslında tapşırıvağıcının uçurları. Eğer advokatlarının sözlügen videoları var, bunu görgen bolsanlar bilisizler. Rodney Dixon degan aşı biz tutgan advokatlarının beşi. Rodney Dixon. Muşu videonun yollanganının bir astığı tutsanglar, bular davanın red qilinmaganligini e'lon qildi bir videoda. Uni ko'rsizlar. Shu yerda bu Rodney Dixonni ko'rsizlar. Va qaraysizlarki, bu yerda pulning sonimi bor. Amount. Amerika dollari bo'larak qancha? 65.000 dollar. Ensirganlar buni tafsili ko'rib olaman desanglar, videoni to'xtatib qo'yib turib, andan o'qisanglar, o'qiy olaysizlar. Mana ko'rib qo'yinglar. Pul advokatlarga o'tib bo'lgan. Endi pitnichi afandilar yangi turlarni ijod qilmasanglar, akoni gap oqmaydi. Menimcha bu sap dushmanlik yoki Xitoy g'alchiligidan bo'lgan bo'lishi notayin. Ya'ni Xitoyning sharmanda bo'lmay saqqilishidan xushal bo'lish bu to'liqli dushmanlikdan bo'lgan degili olmaydi. Nimishki bu kadar aşkar bir düşmanlık meydan, düşmanlıktan bo'lgan bo'lmaydi deymiz. Bu dal raqobat elimizdagi g'alatilikdan, yoshurun elimizdagi mushkul uçurlarning salmog'i bek ig'ir bosganlikdan deyishlar eng to'g'ri ta'bir bo'lishi mumkin. Bu zat bo'lmaydigan ishdi. Xitoyni sotqa berib ayog'idan chiqmoq tez. Undaq bo'lsa vatanni ozod qilish osonroq o'xshamamda. Ammo bu asılını qilib baqing, biz ko'rib baqaylik. Hey Allah. Nima uchun bu xil pozitsiyadagilarning, bu xushal o'g'uchilarning
hemmisini %100 düşman ve düşmanlık meydanıdın şunday qildi demeymiz. Bu ta'tir raqobat eňidim bolgandan başqa ba'zida insonning aqli tutulup qaladigan Allah oldu. Aqli işlemeydi, qetip qaladigan iş. Vallahi oldu. Bunu psikologlar bek köp xil tecrübelip bağlan bununda. İnsanlara mesela ma'lum video ko'rsatildi. Bir 2 sekund video ko'rsatildi. Nimeni ko'rding deb so'raydi. Bu adam üyeden xeli çoğun bir neslini kömeydi o. Kömey ötküzüydü. Nima uchun kömeydi? Bunu psixologiya analiz qildi. Yani diqqat nimaga markazlashgan bo'lsa, inson shuni ko'rdi. Psixologiyalik nimalarda hatta bir gorillani ötküzdi. Ekranda. Yo'q, bir maymun. Hech kim maymun ko'rdi demaydi. Çünkü azgaştırdıgan bir sualda başka narsa talep qilinyapti. Unda olgaçqa ulu bütün diqqatini başka narsaga tikib olganlikdan aqı manzirda ötep ketip qolgan maymunni hech kim ko'rmaydi. İnsanın qandaq bir insan ekanligini analiz qiladigan bek köp psixik tecrübeler var qarindoshlar. İnsanın aşında bazı hallarda aqli qetib qoladigan ish bor. Şularni nazarda tutib qarindoshlarning ko'pchiligidan yanada og'rinmaymiz. Belkim düşman psixik çalgıtma bilen köpçülüknün aql tutuluşunu keltirib chiqarganda deyishimiz mümkün. Şunlaşqa nimaga qo'shilyapman degan savolni qo'yib bakmaganlar o'zlariga. Haliqi Nokeshdan qaragan vaqt ko'ringan raqobatchilik ko'ringan ko'ziga raqobatchi mag'lub bo'ldi demaklik, men g'alaba qilmasammi har holda tanzam bilolamiz degandek deb yerga markazlashib qolganlikdan ko'rish ufqi keng bo'lmaganlikdan Nokeshdan ko'rganlikdan bu aqliy tutuluş kelib chiqqan. Ve raqobatchi mag'lub bo'ldi deganni aqli tutib shuni qo'shib olgan. Düşman rasvolaşdan saqlanib qoldi, chataq bo'ldi deydiganni aql ko'rmagan. Endi qarindoshlar, mening so'zlarimni anglab bo'lganinglardan keyin bu haqda qayta o'ylab ko'ranglar. Nimani xato qilibsizlar? Nimani to'g'ri qilibsizlar? Qaytadan bir tekshirish olib berib baqqanlar. Muşunda bir aniq masalada sizning tanlashingiz zodi qanday bo'libdi? Siz qaysi maydonda turdingiz? Ko'nglingiz hech olmaganda, uni siz to'g'rida e'lon qilmasangizmi? Ko'nglingizda shu chaqda qanday hissiyotda bo'ldingiz? Xushallik hissiyotidimi yoki azoblandingizmi? Agar bu arz xalqaro sud tarafidan rad qilinsa, siz zade qandaq hissiyatda bo'libsiz? Yoki qandaq hissiyatda bo'lsangiz to'g'ri bo'ladi ekan. Bu nayta aniq bir mizon bu. Chunki bu hozirda rad qilinmadi, o xabarning yolg'onligini advokatlar chiqib so'zladi-ku. Ammo bunday bir ehtimollik yanada mavjud. Chunki bu bizning irodamizga biqinadigan ish emas, qarindoshlar. Bizning irodamizga bog'liq emas bu. Xitoylar intayin kuchli. Nurg'un davlatlar haqni ko'rmay Xitoy tarafda turayotgan bir dunyoda yashayotimiz biz. Andaq ekan, kelgusida mushundaq bir oqibat kelib chiqsa, siz qanday o'ylaysiz? Qo'shilamsiz yoki yig'lamsiz? Bu haqda o'zingizni bir dansab ko'ring.
Bu bek eniq bir mizan bu. Nayet uçuq bir eynek bu qarindoshlar. Allah bizga inoyat qilib, yaqinqi siyosiy hayotımizda qayta bunday fursatlarni sundi. Ko'zimizni etishimiz uchun fursat, do'st dushmanni aniq ayirib olishimiz uchun fursat, kimning kim ekanligini tanib olishimiz uchun fursat. 2 yil ichida Allah bizga bergan 3-chi qatimliq fursat bu. Birinchi qatimda 100 ming kishilik imzo to'plash faoliyatida Xitoylar tarafidan qo'yilgan ismning ostiga imzo qo'yganlar, Xitoylarning sotqa berilishini suyuqlantirishga uringanlar bilan ayni odamlar ekanligini, arz qilindi deb tantana arz rad qilindi deb tantana qilayotganlarning yana shular ekanligini diqqatga olmasak qanday bo'ladi bu? Allah'ın bunda fırsatlarını biri kim kapaletli kılalaydı? Allah'ın prensibi ruşen agalandırışlardan kiyen yanalı azgınlıkta kalivergenlerini taşlayıp tuttu. Bu Allah bergen bir fırsat bu. Kimnin kim ekanligini görüvelişimiz için. Qarindoshlar, bugün sözümüz müşakçı olsun. Eğer bu arz red kılınıdığan iş olsa, 2 asas sebepten red kılınıdığanlığını insan olduğunu çıkarmalı. Biri delil yetişmezlikidir. O çağda bu mesuliyet fakat bizde emas, hemmenlarda. Her qanday ahvolda hammanglarni butun Sharq Turkistonlikning da'vosi bu. Dalil ta'minlash to'g'risida biz chaqiriq qilgan shu vaqtda. Agar siz ichi yomonlik bilan buning ishi eqib ketmasin deb dalilni ta'minlamagan bo'lsangiz, biladigan ishni oshkor qilmagan bo'lsangiz, o vaqtda o'zingizning vijdonini sotlang. Boshqa odamni ayb tutmang. Yana biri advokatlar talep qilgan pulni berolmasak to'xtab qolishi mumkin. Birinchi qatimliq berishga tegishli pul $100 ming. Advokatlar $100 ming talep qilgan. Ama amaliyot o'tirdi bo'lganlikdan bizning yig'lab to'kilib turganligimizdan intayim bichorligimizdan tapqinini beribdi deb shunga rozi bo'lganlikdan berilgan pulavi. Bo'lmasa $100 ming berish kerak aslida. Mana endi bundan keyin qanday qilamiz ikkinchi bosqichda qarindoshlar? Bu o'zimizning yaramasligidan ko'raydi ba'zi ishlarni qarindoshlar. Uni birisiga döngeş bilan bo'lmaydi. Mana ochiq deb qo'yay, bu dalil ta'minlash har bir Sharq Turkistonlikning qarzi, milliy burchi, mo'minlik qarzi, uyg'urlik qarzi. Onun uchun aşı videonun astida, aşı advokatlı sözlügen videonun astidagi inkaslardan birisida dalil ta'minlash uchun berilgan bir email adresi var. Aş adresga yo'llasanglar bo'ladi dalilni. Hammanglarni Allah salomat qilsin, hammanglarning ko'zini ochsin, haqni ko'radiganlarni qilsin. Amin. Xayr, Allohga emanet.